oddiy misol. Hammollik deymizmi? Narsalarni tosh yurgan bolalar nechtasi kelib ketdi. Oyoqqa chiqib olib hokimiyatda eshigini tepar ekan, menga keyin yetib keladi bu narsalar. Opani odamiman deb. Opani odamiman deb hokimiyatlarda eshigini tepar ekan, ana yerda qattiq gapirar ekan, anunga opani odamiman deb anuni oyoq osti qilar ekan. Unaqani juda ko'p eshitdim. Ha, u atrofdagilar aytmaydimi? To'xtab tur, opa o'lib qolgan yo'q. Bir og'zim, masalan, eri bor, yordamchisi, menejeri bor. Menga qarang, meni o'zi mana shunaqa odammi deb so'raylar, men sizlarga aytaman. Borib o'ziga yer ajratgani qancha, borib o'ziga biznes qilgani qancha. Ya men ashinchim bo'shataman ishdan. Men birovga qizg'anmayman, lekin buni suv iste'mol deyiladi. Buni javobgarligi bor. Hammollik qilib yurganga ham qilasizlarmi? Azizlarim, masalan, prezidentga apparatda ishlayapman deydi, bor yo'g'i bitta o'porishsa. Lekin prezidentga apparatda ishlayapmansa, hamma qalig'inga paxta qo'yaveradi. Ya u bizning xalqimizda ham sal ozgina anaqa bo'lish kerak, ajratishni bilish kerak. Nima karomat ko'rsatdingiz yonida yurib deb so'rash kerak. Qaysi yumushni bajarardingiz? Qaysi yumushni bajarardingiz? Nima qilardingiz? Idish yuvarmidingiz? Salfetga toshirmidingiz? Nima qilardingiz? Yo gullarni olib turarmidingiz? Ya so'rash kerakmi? Yo'qmi? Atrofdan qiziqish kerak-ku. Ya bular haligi jinoyat deyman buni-da. Hali indaqa jinoyatda turib, lekin kriminalda